Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammalarga xayrli kech. Bugun bizada minnatdorchilik marafonini 20-kuni. Qizlarjonlar, bugungi birinchi vazifa shundan iborat bo'ladiki, bizning hayotimizda juda ham ko'plab, masalan, o'sha o'zimizni tilimizda aytganda xatolar, lekin o'zi tagida juda ham ko'p tajribalar orttiramiz hayotda. Lekin ko'p holatlarda o'sha insoniy tilda aytgandagi, ya'ni xatolarimiz, o'zi xato yo'q deyman, tajriba bor. Lekin baribirga ham o'sha tajriba desak ham biz ichimizda uni ko'p holatlarda xato deb hisoblaymiz. Agar o'sha tajribamiz og'riq berayotgan bo'lsa, bizga og'riq beradigan har qanaqa tajribani biz xato deb hisoblaymiz. Bugun o'sha xatolarimiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, aytishingiz mumkin, qanaqa qilib u xatolarimizga minnatdorchilik bildirishimiz mumkin deb. Masalan, qaranglar, shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Xatoni birinchi xatolaringiz eslaysiz. Tamam, sizga og'riq beradigan xatolarni eslaysiz. Uni farqi yo'q. Kattami, u kichkinami, umuman farqi yo'q. O'shalarni eslaysiz. Masalan, bu bo'lishi mumkin munosabatlarda qanaqadir o'sha nimadir xato qildingiz yoki nimadir qildingiz-u, o'sha inson bilan munosabatingiz uzoqlashib ketdi. Oldingidagi bo'lmayapti, o'sha oldingidagi bo'lmaydi o'sha. Yoki bo'lmasam ajrashganingizni xato deb bilarsiz, yoki bo'lmasam shu odamga turmushga chiqqaningizni xato deb bilarsiz, yoki farzandingiz hayotida nimadir qilganingizni xato deb bilarsiz, yoki bitta begona odamga ko'r-ko'rona ishonib ketganingizni xato deb bilarsiz, yoki qaysidir joydan ishonib olgan narsangiz yomon chiqqandir, buni xato deb bilarsiz. Yoki yana bo'lishi mumkin, kimgadir yomon gapirib qo'ydim, yomon ko'rinib qoldim, men o'shanda katta xato qildim dersiz, yoki ikkita odamni yarashtirish uchun harakat qildingizda, orada yomon odam bo'lib qoldingiz, o'shanda xato qildim dersiz, yoki bo'lmasa kimgadir yaxshilik qilmoqchi bo'ldingiz, lekin yomon bo'lib qoldingiz, o'shanda xato qilganman deb o'ylaysiz. Yoki bo'lmasa mashinani tezligini oshirib ketyaptidingiz, sizni GAI to'xtatdi-da, katta shtraf to'ladingiz. Uni xato deb o'ylaysiz. Yoki yana xullas shunga o'xshagan qanaqadir siz xato deb o'ylaydigan tajribalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qaranglar, bu yerda qanaqa minnatdorchilik bildiramiz? Masalan, yozishimiz mumkin. Masalan, menga zarar yetkazmasligi uchun tezlikni oshirganimda, mana shu yo'l patrul xizmati o'sha to'xtatgan bo'lsa, o'sha GAIga tushgan bo'lsangiz, ulardan minnatdor bo'lib, sababini sizga zarar yetmasligi uchun, sizni tezligingizni oshirishga yo'l qo'yib bermagani uchun minnatdor bo'lish. Yoki bo'lmasam o'sha arzon yoki yaxshi emas narsani qimmatga olib qo'yganingizda, u narsaga minnatdorchilik bildirish. Siz laqma bo'lmasligingiz uchun yoki bo'lmasa shu narsani tekshirib olishingiz mumkinligini o'rganishingiz uchun sizga shuni qilishgani uchun minnatdorchilik bildirib, yoki o'sha munosabatlarda odam ajrata olishingiz uchun to'g'ri munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishni o'rganishingiz uchun bo'lgan. Mana hammasini orqasida, har bitta xatoyingiz, har bitta tajribangiz orqasida sizga zo'r foyda beradigan, zo'r anglash beradigan, nimanidir sizga zo'r o'rgatadigan orqasida darsi bo'ladi. Mana shu darslarga minnatdorchilik bildiramiz, qizlarjonlar. Ikkinchi vazifa bugun biza yana biza qarz olgan insonlarimiz. Kimlardandir biza qarz olganmiz yoki qarzdor bo'lsangiz, o'sha qarzdor bo'lgan insonlaringizga minnatdorchilik bildirasiz. Masalan, bo'lishi mumkin bizaga qarz bergan insonlar bo'lishi mumkin, o'zini orzusiga yig'gan bo'lishi mumkin, o'zini maqsadiga yig'gan bo'lishi mumkin, o'zi nimanidir niyat qilib yig'gan bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytda sizga kerakligi uchun berib turdi. Shu narsani bizga biza foydalanib bo'lganimizdan keyin ko'p holatlarda bu narsa esimizdan chiqib ketadi. Bir xilda pulligini so'rashsa bizdan jahlimiz chiqadi. Shu holatimni ko'rib turib ham so'raydimi degan unda jahlga kirib ketib qolamizda. Fokusimizni faqat o'sha bizaga qarz bergan odamning yomonligiga qaratib olamiz kakta. Shu joyda fokusimiz, diqqatimiz qarzda qolib ketib qoladi. Shuni hisobiga qarzimiz yopilishi juda ham qiyinlashib ketadi. Qarzimizni yopolmay qolamiz ko'p holatlarda, yoki bo'lmasam qarzimizni yopishimiz ko'pga cho'zilib ketib qoladi. Yoki bo'lmasam, masalan, bank sistemasi, bankdan kredit olgan bo'lsangiz, u bankdan kredit olgan paytingizda ham siz o'sha xohlagan narsangizga o'sha pulingiz yo'qligida siz bittada olish imkoniyatini bergani uchun undan minnatdor bo'lasiz. Uni keyin yana bo'lib to'lash sizga imkoniyatini bergani uchun bankdan minnatdorchilik.
И bu yerda o'sha yozib olasiz 3 ta odammi o'sha orasida bank ham bo'lishi mumkin. Hozir aytganimdagi avvalam o'sha bergani uchun minnatdorchilik yozasiz va sababini. O'sha paytda siz qanaqa qaysi nima deydi, og'rig'ingizni yopdingiz yoki qaysi xohishingizni yopdingiz yoki qaysi niyatingizga yetdingiz yoki nimani amalga oshirdingiz. Mana shu narsalarning sababini ko'rsatib qarz olgan insonimizga minnatdorchilik bildiramiz. Xohlasangiz ismini yozib palonchixon yoki palonchi yoki palonchi aka yoki palonchi bank, sendan minnatdorman. Menga o'sha o'zingni orzuyingga deb yiqqan, o'zingni maqsadingga deb yiqqan, o'zing o'sha mehnat qilib topgan pulingni men so'raganimda menga yaxshi bo'lishi uchun meni o'ylab menga yordam berish uchun berib turganing uchun sendan minnatdorman. Ilohim u yog'iga o'zi niyatli qilsangiz bo'ladi, u odamga duolar qilsangiz bo'ladi. Mana shu bundan ham puling ko'paysin, bundan ham bunaqa bo'lsin, bundan ham rivojlangin. Mana shu menga berib turgan puling senga shunchalik bo'lib kirib kelsin va men tez orada senga qaytarishni niyat qilaman. Tez orada deb xohlasangiz aniq sana qo'ysangiz yoki aniq kun belgilasangiz qarzingizni to'lashingiz juda ham oson bo'ladi qizlarjonlar. O'sha bizga qarz bergan insonlarga minnatdorchilik bildirgan paytinglarda o'sha qarz bergandagi barakani ular ham his qilishadi. Qarzni qaytarishingizga sizga ham katta baraka kirib keladi.